Ayol fidoyiligini rahmati bormi? Bo'lganda men eshitardim. Ayol kishi ro'zg'ori yaxshi qilmasa ham, qo'li shirin bo'lmasa ham, o'ziga qarab yurgan noz karashmali juvonlar rahmat eshitar ekan. Qishloqda bir ayol bor edi. Umri mehnatda o'tgan. 4 bolani katta qilgan, agorodda ishlagan, uyi ishini qilgan, eri boy qilgan. Erini shuncha puli bo'la turib, boyaga ayol biron marta kosmetologga bormagan, salonga chiqib qoshini terdirmagan. Erdan eshitadigan har doim haqoratli gapi bor edi. Ayol ozg'incha, yuzlariga ajin tushib ketgan edi. Er faqat yeb ichib mashinada yurgani uchun yosh ko'rinardi. Xotiniga qarab har doim tumsoq bet derdi. Yuzi ajinda. Balki o'sha ayol ham ro'zg'ori bir chetga surib o'zini sevib kosmetologga borib yuzlari tirsillab yurganda rahmatlari eshitardi. Balki emas, aniq. Shuning uchun o'zingizni seving qolgani bo'laveradi.